Assalomu alaykum, Umid Rashidov kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlarga noodatiy yana bir video qilamiz, o'rtoqlar. Biz hozir Angor tumani tijorat bozorini yonidagi Indinim savdo markazini birinchi qavatida joylashgan kiyim-kechak do'konidamiz. Bu yerda o'rtoqlar sizlarga arzigulik video bo'ladi. Sababi barcha mana shu yerda ko'rib turgan kiyimlaringiz 15 ming so'mdan 35 ming so'mgacha sotilyapti. Agarda siz do'koningiz bo'lsa yoki tijorat qilmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa optim narxdagi kiyim-kechaklar olib sotmoqchi bo'lsangiz, bemalol Angor tumaniga tashrif buyurasiz yoki pastdagi raqamlarga aloqa qilsangiz sizga optim yetkazib beriladi. Manzilimiz to'liq tushuntiraman. Tijorat bozoridan o'tganingizdan keyin Indinim savdo markazini birinchi qavati ro'parasida Istanbul mana do'koni. Shunaqa yerga kelasiz. Bu yerda mana ko'rayotgansiz, mana shu futbolkalarimiz barchasi ko'rayotgansiz, mana shular 25 ming so'm, 35 ming so'mdan sotilyapti. Mana bularda mana shu yerga ham yozilgan 15 ming so'mdan. Mana shu yerda ko'rib turgan futbolka, shortik, shalvar, triko hammasi 15 ming va mana bu yog'i 25 ming so'mdan. Hozir do'konni ichkarisiga ham kiramiz, kiyim-kechaklari rastadan ko'rsatamiz. To'ylarga va sotuvchilik qilmoqchi bo'lgan va boshlamoqchi bo'lganlarga, bozorlarga sotmoqchi bo'lganlarga optim narxda yetkazib beriladi. Mana bu futbolkalarimizda barchasi o'zi 80 ming, 70 ming so'mdan sotiladigan futbolkalar. Sifati qanaqa deydiganlarga o'zimiz ham mana shu futbolkalarni kiyib 1 yil, 2 yil bemalol kiyaveramiz. Yuvib, chayib ishlatasiz. Hech narsa qilmaydi. Ranglari ham o'chmaydi, cho'zilib ham qolmaydi. 35 ming so'mdan. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Mana. Xohlasangiz, yengli, yengsiz, yaqqali, bez yaqqa. Mana bu shalvarlarimiz ham hammasi 35 ming so'mdan. Ranglari bor. Xohlasangiz kulrang, oq, qanaqa rangdan ma'qul desangiz, hammasidan bor. Endi do'konni ichiga kiramiz, o'rtoqlar. Do'konni ichida ham kiyimlar sifatini bitta ko'rasiz. Sifati past emas. 80 ming, 70 ming sotilgan futbolkalar hozirda aksiyada. Mana shularni ham mana shu ranglardan, bulardan, mana bulardan hammasini olib kiyganmiz. Kiyib ham yuribmiz. Hozir mana shu o'zimning egnimdagi mayka ham xuddi mana shu sotuvchi bolalardan olingan, bu mol bozordan olingan. Bu yerdan ham kelib olasiz. Agarda mana shubha qilmoqchi bo'lganlarga mana shu yerda ranglari ham bor. Xuddi mana shuni futbolka varianti. Materialni o'zingiz bitta ko'rasiz. Mягкий, badanga ham zo'r turadi. 35 ming so'mdan mana shularning hammasi. Qaysi rangi, qanaqa fasoni kerak bo'lsa olaverasizlar. Telefon nomeri обязательно qoldiriladi. Optim xohlagan miqdoringizda yetkazib beriladi. Unisidan muammo yo'q. Mana bular ham 35 mi? 35 ming. Bu ham 35 mingdan. Menimcha bundan arzon joy bo'lmasa kerak. Bu shalvarlarimiz ham 35 mingdan, yengil, yuqqagina, uyda ichiga kiyishga juda zo'r. Mana. Bu trikolarimiz qanchadan? 25 ming. Bular trikolar 20. Bitta-bitta ko'rsatib o'raylik mana shularni. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Razmerlari bor. Razmerlar bor ekan. Materiali ham. Tagi qisqa degani. Promoy ham bor. Mana ko'k ranglardan so'raganlarga. Bemalol kelasizlar, kiyib ko'rish uchun joylar bor. Muzdekgina xona, o'tirib sheriklaringizni kutish uchun ham kreslolar qo'yilgan va mana aytganimizdek, optim oluvchilarga optim bundan tashqari kamazi bilan skladda bor. Endi xonamiz o'zi ko'p bo'lsa 4 ga 5 xona. Shuning uchun bu yerda boricha olib kelingan skladda kamazi bilan turibdi. Manzilimiz Angor tumani tijorat bozori yoni Indinim savdo markazini, ya'ni Baraka savdo markazini birinchi qavatda joylashgan. Kiyimlarni o'zingiz mana ko'rib o'tdingiz. Qisqa videolar Instagramda chiqib boradi.